Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Hozir esa biz Sankt-Peterburg Pulkovo 3-etajdamiz. 2-etajga olib chiqadi. O'sha 2-etaj bu 3-etaji bo'ladi. Aeroport Sankt-Peterburg Pulkovo aeroportini. Hozir esa akamiz Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha bilet olganlar aka. Aviakassa Surxon shahriga hammasi chotganmi? Dokumentlar qanday? Registratsiyadan hozir bor. Atak qolgan hammasi yaxshi. Nasib akamiz chiroyli holatda kuzatib qo'yamiz. Bemalol chiqarishlaringiz mumkin. Aviakassa Surxon ishonchli. Nasib qo'ldan kelgancha arzon va qulay narxda qilib oformlayt qilamiz biletingizni va chiroyli holatda kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar uchun Aviakassa Surxon xizmati hozir esa mana Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlari boshlandi. Qanot Sharq kompaniyasi 23 kilo bagaj va 5 kilo rushnoy bilan uchadi. 79 80 81-82 stoykada registratsiya jarayonlari ketyapti. Mana bu Google'da esa bizning klientlarimiz bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha arzon va qulay narxlarda oformlayt qilib berib, o'zimiz chiroyli kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Aviakassa Surxon sizlar bilan.